Eng arzon desizlar uchun arzon narxda 2018-yilda ishlab chiqarilgan Gentra Yevropaysida avtomat korobka 147 ming, 150 mingga yaqin yurgan, 148 ming atrofida probegi. Sosteniyasi tinnu mashinani, bitta dona kalenkada bitno bor, narigi tomonda qolgan hamma joyi toza ekan. Bemalol tekshirib olsanglar bo'ladi. Balon holatlari yaxshi, gazi bor, 4-pakelingan, korobkalari, motor ishlashlari hammasi zo'r holatda. Bitta dona luki yo'q, oddiy diskada bo'ladi. Mana salon holatlari ham akkuratni. 2018-yil holati yaxshi mashinani, avtomat korobka, arzonchiroq Gentra qidirayotganlar bo'lsa, holati yaxshirog'ini mana. Mashinda kalenkasi, mashinda lakini mantdan sepishgan, kraskani pastidan sepishgan ekan. Qolgan hamma joy toza ekan. Bemalol ko'rib, tekshirib, proyektka qilib olsanglar bo'ladi. Eng arzonida olib maza qilib haydashinglar uchun mashina sizlarga gazlari bilan 2018 Gentrani 8200 ga berib yuboramiz, bosib olinglar.